Bugun yakshanba uyda mana shunaqa mebellarni oyog'ini sekin joyiga qotiramiz. O'ziniki taxta edi. O'ziniki taxta edi. Bu endi temir bo'ldi, ha. Tushib ketmaydimi? Ko'tararish qilib, ha. Ko'taradi. O'ziniki taxta ekanda e'tiborli bo'lasizlar mebel olayotgan payti. Mana bunaqa taxta edi, ko'rsatadi. Joyiga tushdi. Mana bunaqa taxta sinib ketdi-da. Biz endi bitta-bittadan qotirdik, ha. Bu yoq tarafiga ham endi qotiramiz. Nima deysizlar? Shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerlarga telefon qo'yasizlar. Albatta hazil, mebel chokalari ham ish oson emas ekan. Like bosib qo'yasizlar, bu videoni mebel yasayotgan insonlarga yuborib qo'yinglar. Oyog'ini yaxshi qilish kerak ekan. Oyoq agar taxtadan bo'ladigan bo'lsa, tez sinar ekan. Biz hozir temirligini oldik. Nech pul olding Abbos? 38. 38 dollarga olib keldik mana mashina donasini. Shunaqa gaplar. Like esdan chiqmasin. Aytgancha bu Albert Shurpa yurtimizda udarli mebel chokalarimizni yaxshi ko'radigan shurpa yurt. Narxi 299 ming. Ikkita batareyka, o'zini yana atyorka naborlari ham bor.